Mana Sirdaryodan Toshkentga ham kelib oldik. Jang qancha bo'ldi? 200 ming. 200 ming? Dada puzingizni yana yediryapti. 20 mingdan 40 minggacha kelib olardik masjidgacha. Menga qara shashvar nimaga 200 ming so'm? Sirdaryodan Sergeli 4-bekatgacha normalniku. Kredit to'lashim kerak, kontrakt to'lashim kerak. Men ham tirikchilik qilishga haqqim bormi? O shashvar kreditini ham men to'lab beraymi? Kontraktini ham men yopib beraymi? Avto kreditini ham men yopishim kerakdir. Undan ko'ra menga o'g'il bo'l, bir umr boqay. Siqilib ketdim. Otib tasha. Sharmanda Toshkent shaharda men 7 ko'ylakda yuramanmi? Bitta ko'ylak olib ber. Dada bitta shashvarda ko'ylak yetyapti-da. Bilasizku Toshkentda kiyimlar qimmat. Kim aytdi? Assalomu alaykum. Keling, mehmon ekansizlar. Zamon Shop'i Sergeliga filialida hozir 49 mingdan 99 minggacha aksiya bo'lyapti. Bir kirib ko'ringlar. Yedik dada. 100 mingdan 200 mingga yedik. Narxlari yaxshi ekan, lekin 200 mingga yana narsa olsak Sirdaryoga qanday yetib olamiz, dada? Bizlar tepa past 99 ming-ku. Nima? Tepa past 99 ming, unda har kun ko'ylak yetaman. Undan tashqari shim shalvar, futbolka, finka, xullas hamma narsa 49 mingdan 99 minggacha. Hozir maktab sezoniga ko'ylak olib kelib qo'yganmiz. 60 mingdan 85 minggacha detskilari ham bor. Xullas, birgina sharti bor. Zamon Shop Instagramiga podpiska tashlab qo'yishingiz kerak. Faqatgina 10 avgustgacha davom etadi. Shoshilinglar.